Biz hozir Andijon viloyati Mingbuloq qishlog'idamiz. Ko'rib turganlaringizdek 160 kvadrat metr chiqadigan kafemizni isitish sovutish sistemasini o'z bo'ynimizga olganmiz. Bu yerga tepla nasos o'rnatdik do'stlar. Hozir mutaxassisimiz tepla nasos bo'yicha birma-bir tushuntirib o'tadilar. Qani ketdik. Ushbu ko'rib turgan agregatimiz 28 kilovatli tepla nasos deyiladi. Hozir mana shu 28 kilovat deganingizda tushuncha bersak, men o'zim ham shaxsan shunaqa tushunardim. Soatiga 28 kilovat rasxod qiladi deb o'ylardim. Aslida unaqa emas ekan. Bu qanaqa 28 kilovat deganda nima narsani tushunadi? Shu narsa 8 kilovat sarflab 28 kilovat kuchi olgani uchun buni 28 kilovat deyiladi. Soatiga 8 kilovat rasxod qiladi hatta. Soatiga maksimum 8 kilovat rasxod qiladi. Maksimum 28 kilovat kuchini beradi shunda. Tushunarli. Endi bu qandoq qilib isityapti, qandoq qilib sovutyapti? Bitta apparatda ikkita vazifani bajaradimi? Ya'ni budaydigan fen deyapsiz-ku, fan koillarimi shular. Ichkari kiradi, ichkarida tushuntirib beramiz. Aynan shu fan koil. Buni patlochniisi ham napolnisi bo'ladi. Bu yerda patlodi joy bo'lmaganligi uchun napolnisini qo'yib berganmiz polga. Ham isitib ham sovutib beradi. Bunda xohlaganingizcha gradus qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xonalar bo'lsa, alohida har bitta xonaga gradus qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ham buni shu yerda pulti bor, ham desansonni boshqarsa ham bo'ladi pult bilan. Bu yerda teplopollar bo'lganligi uchun teplopollarga ham lab berganmiz. Rasxod ko'payib ketmasligi uchun teplopolni 35 gradusga qo'yib qo'yganmiz. Shuni o'lchab turgan bu yerga datchik o'rnatganmiz. Bu yerda o'sha 35, 45 qilib qo'ysa bo'ladi teplopolni. Alohida regulirovka qilsa bo'ladi. Eng asosiy boshqaruv paneli shu bo'ladi. Bu yerdan isitish sovutishni almashtirsa bo'ladi. Hamma narsani ko'rib tursa bo'ladi bu yerdan. Sirkulyatsion motor, kompressor ishlatgani, attaka qilayotganlarni hamma narsani ko'rib tursa bo'ladi. Va telefonga ham bo'lsa bo'ladi, Wi-Fi orqali boshqarsa bo'ladi. O'zingiz bu yerda bo'lmasangiz, boshqa davlatda bo'lsangiz ham o'chirib yoqib turganingizni ko'rib tursa bo'ladi. Qancha rasxod qilayotganlargacha ko'rib tursa bo'ladi Wi-Fi orqali. Programmasi bor o'zini. Ya'ni men uyimga tepla nasos o'rnatsam, Rossiyada bo'lsam, Rossiyada uyimdagilar agar to'k pulini to'lamasa uzib qo'ysam bo'ladi, to'g'rimi? Sovuqqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Tushunarli. O'rtoqlar ko'rib turganlaringizdek, mana shu kafemizni bemalol isitib, bemalol sovutib beryapti. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta xarid qilib ko'rganingiz afzal. Hali xudo xolasa xonadonlarga, ofislarga va katta tashkilotlarga ham o'rnatamiz. Hammasini birin-ketin obzor qilib sizlarga ko'rsatamiz.